Baş he. Ulan mı he? Her çaktı Hasan'ni, işip çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni, karığı boldu kezleri. Dadam diyxan ya deriydi o, men əgəş küçü, əni qaram, etizlikdə ketmennin küçü. Hağa şim qoşulsa haşim buludu. He aha şe işi meşim haşim. Huğa run qoşulsa hurun buludu. He uhu re uru nerun hurun. Mihqa man qoşulsa mihman buludu. Me e me he meh me ama ne man mihman. Bağa har qoşulsa bahar buludu. Be aba he aha re har bahar. Mihqa nat qoşulsa mehnat buludu. Me e me he meh ne ana tenat mehnat. He aha se asa ne sen hasan. He ühü se asa ne sen hüsen. He aha re ara hara. Ta re te tart te iti tartti. Hasan Hüsen hara tartti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Balalar, ishchan, chidamli bo'linglar. Hargiz o'rin bo'lib qolmanglar, ha? Harakatda barakat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Dada, nasihatinizni cho'qim esimizda saqlaymiz. Dada, o yerga qachon yetib bormiz? Hozirlar. Balalar, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga oldiradigan gap. Cho'qim bola, aka, men bak yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu balınıza qachonmi gapinglar? Balalar, uyga borgandan keyin ozroq dam olib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlab olinglar. Yog'ochlarni kechda uyga kelib olamiz. Bo'ladi dada. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'ltiringlar. Hanifa, ağaç o'ltiring. Dadasi uyga kirsilar, uyda mehmon bor. Har az Hasan bilan Hüsen ko'rinmaydi-ku, ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Hüsen har tatib berib ketdi. Ular birdam aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngshi bilinglar. Abba! Ha, abba! Harcha qoldi. Her bacayla oynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynaganding? Qo'lda o'ynayotdim, bilmay qopdim men. O yerda har o'si borgan birdan dilim meni qarshi oldi. Har chaqqa yerlaringga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Bundan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday qishda akangdan o'rgangina bo'lam.